Xo'p, 14-qishloqqa ham yetib keldim. Hammaga salom, sizlar bilan men Artex Minecraft va men Minecraft YouTuberiman. Men 13-qishloqda yashardim, lekin 14-qishloqqa ko'chishga qaror qildim. Sababi u yer rivojlanib ketgandi. Janob Merdo'ga shu yer bo'lsa kerak. Assalomu alaykum janob Mer. Va alaykum assalom. Keling, qanday yordam bera olaman? Men bu qishloqda yashamoqchi edim, menga uy kerak. Qishloqda hop bosh uy, bitta chala qurilgan uy bor. Agar o'shani o'zingiz ta'mirlab olsangiz bepulga tushadi. Xo'p, bepulga tushsa mayli. Qishloq boshlanishida. Xo'p, okey, rahmat. Qishloq boshlanishida menimcha kelayotganda ko'rgan edim. Mana bu uyga o'xshaydi. Boshqa chala uy yo'q-da, shu to'g'rimi? Bu chalaga ham o'xshamaydi. Mayli, har holda daraxtlar va toshi bor ekan. Endi borib bizga instrument kerak. Jino'si men o'zimda qishlog'imda narsani tashlab kelgan ekanman. Ayyo. Mayli, birorta shitlar so'raymiz. Salom. Men bu qishloqda yangiman. Menga instrument sotuvchini uy kerak. Instrument sotuvchini shu to'rtta kichkina uychadan biri, ya'ni o'ng tarafdagisi. Xo'p, o'ng tarafdagisi. Menimcha mana shu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga instrument kerak. Mana shunday. Xo'p, bolta, kirka, keyin lopatka, belkurak, ya'ni bo'ldi adashmasam, mendan qancha bo'ldi? Hozir hisoblayveraman 1 daqiqa. Sizdan 40 ming so'm. 40 ming so'm. Hozir. Mana, okey. Olishingiz mumkin, janob. Rahmat. Qishloqda yangimisiz? Ha, yangiman. Kelib turing. Xo'p, yaxshi, kelib turaman. Instrument sifatli bo'lsa, kelmasligim mumkin. Mayli, agar Xitoydagi bo'lsa, lekin ayyo. Va daraxt chopish menimcha noqonuniy. Daraxt chopishga hech kimdan ruxsat so'rashim shart emas, o'ylashimcha. Yo'q, janob Merdan so'rashim kerakmikan. Mayli, ko'ramiz. Xo'p. Okey, daraxtlarni chopib olamiz va uyimizni ta'mirlaymiz, o'g'illar. Ajoyib. Xo'p, bu yerda shunday oddiy daraxtlardan juda ko'p ekan. Menimcha qora daraxtlar kam, axir bu 14-qishloq, lekin 13-qishloqqa juda o'xshab ketadi. Sababi qishloqlar ko'pincha bir xil bo'ladi, lekin odatda qishloqlarda inson. Xo'p, okey, o'g'illar, mana men endi tosh ham olib olishim kerak. Sababi pastda tosh olish kerak va hamda boshqa yerlarni ham tosh albatta kerak. Ajoyib ko'mir ham bor ekan. Mayli. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Sababi biz tezroq 300 ta bo'lib olishimiz kerak. Artex Minecraft kanali 300 taga qarab ketyapti. Bu yangi qishloq va yangi tanishlar orttiraman. Jitillar, avvalgi qishlog'im o'zingiz bilasiz, dabdalasi chiqib, xullas rasvo bo'lib ketgandi. Avvalgi videolarni ko'ring agar nimagadir tushunmayotgan bo'lsangiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, albatta eski videolarni ko'rishingiz mumkin. Bir boshidan ko'rib kelsangiz, hammasiga tushunib olasiz. Bu yerda lopata bilan buzib olamiz. Endi uyga qaytsak ham bo'ladi. Bu yer bloklarida nima qilsam ekan? Mayli, o'zim bilan ketmayman bularda albatta. Biror yerga tashlash kerak. Nima qilaman men? Loy bloklarni olib yurib. Stop, bo'ldi. Samsung S22 Ultra. Ajoyib. Xo'p. Buni qayerga qo'yamiz? Mayli, bu yerga qo'yaveramiz. Farqi yo'q menga. O'g'illar, mana ajoyib naqsh hosil bo'ldi. Okey, ketdik. Endi borib uyimizni asosimiz. Wow, bu ko'zni sari qaranglar. 2 qavatli ekan. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu katta uy ham, buni orqasida yana xuddi shunga o'xshash bor ekan. Ajoyib qishloq ham eskiroq emas ekan. Ya'ni 13-qishloqimizdan ancha farq qilar ekan. Albatta 13-qishloqimizda janob hokimning binosi qurilgandi va uning askarlari qishloq atrofiga polni devor, zabor qilingandi. Mayli. U qishloqni istamay, menga oddiy hayot yoqadi. Sizlarga aytsam, unchalik zamonaviy hayotlarda yashagim kelmaydi. Ya'ni ko'pincha binolar, mashinalar, xullas, mashinada yomon ko'rmayman, mashinalar yoqadi menga. Ayniqsa Mercedes S nechida? Mercedes S300 mi? SL 300 da shu mashina menga yoqadi. Sababi bir paytlar shunday mashinam bor edi, lekin uni sotdim sizlarga aytsam. Sababi qishloqdagi soliqlar juda ko'p
oshib ketgani uchun men uni sotishga majbur bo'ldim. Shuning uchun ham 13-qishloqqa keldim. Va janob hokim menga odamlarni o'ltirish bo'yicha buyruqlar bergan. Albatta, jetonlarni, xullas qotillik, xullas o'zingiz bilasiz, mafiyaviy ishlarni buyurayotganda menga bunday ishlar yoqmaydi va agar bir narsa bo'lib oylik bermasa yoki biror narshina chiqarsa, men unga oylik bermaysizmi, nega bunday qilyapsiz deb biror narsa gapiradigan bo'lsa, meni xullas dalillar bilan olib borib prosta qamab qo'yishlari mumkin. Men buni istamayman albatta. Bu yerga yetmay qoldi, menimcha darhol olib kelamiz yana biroz. Olib kelsam, olib kelmasam, xo'p, mayli olib kelmaymiz. Bunday qilib o'zgacha dizayn qilib tosh bloklardan qo'yib olamiz va xo'p, ana shunda ajoyib ko'ryapti. Endi bizga ish kerak, baribir daraxt olib kelishimiz kerak ekan. Axir eshikda o'zimiz yasamaymiz, to'g'rimi? Xo'p, endi tomini yopish kerak, okey. Xo'p. Okey. Xo'p, tomini yopib olyapmiz. Yarimtalik bloklarda keyinchalik to'liq bloklarga almashtiramiz vaqtim bo'lganda. Короче, yarimtalik bloklar biroz sovuqni kirgizadi va yomg'ir o'tishi mumkin. Yarimtalik bloklarni keyin qulab tushishidan qo'rqaman. Bizning Minecraft realistik Minecraft. Sizlar o'ylagan fizikasi past Minecraft emas, fizikasi biroz bo'lsa ham qo'shilgan, bilasizlar. Ajoyib yerdagi toshni ham olamiz va yarimtalik blok yasab olamiz. Bitta toshni yasab bo'lmas ekan. Xo'p, men tushundim buni. Menga yana biroz tosh kerak. Toshni olib kelamiz. Okey. Endi bu yerda ko'mir ham bor ekan. Ichkariga kirishga qo'rqaman, to'g'risini aytsam. Sababi ichkari juda qorong'i va menda faykl yo'q. Ko'mirdan faykl yasab olishimiz mumkin, ya'ni chiroq. Xo'p, o'zbekcha gapiramiz, chiroq yasab olishim mumkin. Yo'q, hech qanaqa o'zbekcha gapirmayman, faykl. Okey. Mayli, endi shuncha tosh yetsa kerak, 18 ta tosh. Menimcha yetsa kerak. Uyimiz juda katta bo'lmasa ham, kuzatsadan kichikroq bo'lsa ham yashasa bo'ladi. Keyinchalik kattalashtirishim mumkin. Yaxshi fikr bu. Kattalashtirishni lekin o'ylab ko'rishim kerak. Xo'p. Ajoyib. O'sha tom tayyor. Endi buni olamiz, hammasini tartib bilan joylashtiramiz. Peshka va verstack, crafting table va sandiqlar qayerga qo'yamiz? Bittasida bu yerga, bittasida yo'q, bu bo'lmaydi. Yaxshisi mana bunday qilamiz, qarang. Hozir ajoyib dizayn o'ylab topdim yoki mendan oldin o'ylab topilganmi? Mana ajoyib ko'rinyapti, obunachilar. Albatta ajoyib ko'rinyapti. Okey. Endi nima qilamiz? Endi menga eshik kerak. Eshikka baribir daraxt olib kelishim kerak ekan, la'nati. Mayli, obunachilar, ro'zada kunda o'zlaring charchamay yuribsizlarmi? O'zlaring charchatib qo'ymayapsizlarmi? Kunlaring qanday o'tyapti? Albatta men videolarimni ko'rib zavqdam olyapsizlarmi? Albatta men videolarimni ko'rib, ishlaringni qilmay yotinglar demoqchi emasman. Ya'ni ishlaringizni qilib bo'lgach, oldingizga choy, pechenye, bir narsalar olib ko'rishingiz mumkin. Videoni men majburlamayman va kanalga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sababi bu videolarning tezroq chiqishiga sabab bo'ladi. Okey. Mayli, ko'p gapirmaymiz. Daraxtlarni tezroq chopib olamiz. Ishni o'z vaqtida qilgan yaxshi. Xo'p, 17 ta menimcha yetmasa kerak. Endi ko'proq olsak, yaxshiroq sizlarga aytsam, ko'pi zarar qilmaydi. Sababi keyinchalik yana biror rejalar chiqib qolsa, masalan, ferma, ya'ni огород qilmoqchi bo'lsam, menga albatta daraxt kerak bo'ladi. Sababi qishloqlarda odatda ko'pincha shu fermerchilik bilan shug'ullanishadi. Ish o'rni fermerchilik va boshqa ish o'rni yo'q, jo'nursin. Okey. Sababi o'tinchilik bor, ya'ni xullas daraxtlarni chopib unaqa qilishadi-yu, o'shaqa ish bo'lishi mumkin. Bu 14-qishloqda bor deb o'ylamayman, sababi bu juda kichkina qishloq. Ya'ni o'zimizda 13-chi, 10-chi, 54-chi va 30-qishloqlarga qaraganda unchalik rivojlanmagan qishloq. Sababi bu yer 30 yildan beri shu ko'rinishda kelyapti. Balki bir nechta uylar qo'shilgandir, bilmadim. Men oxirgi marta bu yerga 2 yil oldin kelgandim. 2 yil oldin kelganda ham shunday edi, hozir ham shunday. Mayli. Okey, lekin biroz yangilanish, binoda 2 qavatli qilishni ko'zlaydi va ana u toshli binoda ham 2 qavatli qilishdi. Yo'q, 2 qavatli qilishmagan. Uni oldiga birozgina joy qo'shishgan. Buni
Xullas 5 daqiqaning ichida toshingiz bo'lsa, 5 daqiqaning ichida qilish ham mumkin. Aytayapman-ku, bu qishloqqa uncha e'tibor berilmaydi. Sizlarga aytsam, mas'uliyatsiz desam to'g'ri bo'ladi. Qo'pol aytganda mas'uliyatsiz bu qishloqning odamlari. Okey, eshiklarimiz tayyor. Endi bu yerda zina qo'yamiz. Bu bo'lmaydi. Bunday va mana bunday ajoyib obunachilar. Xo'p, okey, endi biz nima qilamiz? Xo'p, bu yerda birozgina dekoratsiya qilib qo'yamiz va biza uyimizni yoritishimiz kerak. Ya'ni uy bizning ichida fayklar bilan yoritamiz. 8 ta fayklim bor ekan. Ikkita bunday qo'yamiz va bunday qo'yamiz. Ichkariga ham noto'g'ri qo'yildi. Bunday teparoqqa qo'yamiz. Ajoyib. Bizga keyin mebellar kerak. Divan, stol. Ularni qayerdan topaman bilmayman. Shaharga borib kelishimga to'g'ri keladi shekilli. La'nati. Mayli, o'zi pulim ham oz qolgan edi. Menimcha 90 ming pulim bor xolos hozircha. 90 ming bilan borsam, u yerda mebel olishga yana pul ketsa, jinsim juda qiymatga tushirganman-ku. La'nati. Mayli. Hop, hozir qishloqlardan, jitlardan so'rab ko'ramiz. Nima, bu yerda mebel sotuvchini yo'qmi ekan? Sababi men ba'zi bir youtuberlarning videosini ko'rgandim. Короче, ularda qishloqlarda mebel sotuvchi bo'ladi. Hozirda mebel sotish ham urfga kirmoqda qishloqlarda. Bu yerga men daraxtchamni ekib qo'ydim. Men bu daraxtni kesishga hech kimning haqqi yo'q. Men bunga ruxsat bermayman. Men bu daraxtni oxirigacha o'siraman. Salom. Bu yerda mebel sotuvchimi yo biror stol sotuvchining uyi yo'qmi? Bor. 2 qavatli ko'zda ko'ryapsanmi? Ha. O'shani oldagi katta uyda. O'shani oldidagi katta uymi? Ha, o'shanda mebel sotadi bitta chol. Xo'p, rahmat senga. Chol dedimi? Menimcha jitil emas, chol, ajoyib. Xo'p, okey. Xo'p, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bor? Menga divan kerak va stol kerak. Xo'p, bunday stoldan olamiz. Xo'p, mana bunday stulda ham olamiz. Nega bular bittasi qora, bittasi oq? Ishim bo'lmasin. Mendan qancha bo'ldi? Sana 50 ming. 50 ming hozir 1 daqiqa 50 ming dedingiz, ha? 50 ming. Xo'p, 50 ming, ha? 50 ming yapanga. Voy, asabiylashmang. Okey, bolalar, ajoyib. Endi borib bizda bularni joylashtirishimiz mumkin. Okay. Let's go baby. Endi biz bu yerdan nima olamiz? Mana bu boltani olamiz va qo'yib olamiz. Divonni. Okay, qizil divan qo'ydik. Endi bizga mana bunday stullar kerak. Endi Minecraft mebel modum yo'q hozircha. O'rnata olamizda bu. Yo'q, bu yerda tursa noto'g'ri bo'lar ekan. Xo'p. Buni olib, mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Ajoyib. Sizlarga aytsam, yaxshi ko'rinyapti. Endi nima qilaman? Menga ish kerak, ya'ni fermerchilik qilishim mumkin. Buni janob merdan. Allohu akbar. Xo'p. Mana borib janob merdan so'raymiz. Mebelchilik janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Menga ish kerak, ya'ni qanday ish o'rnaman? Fermerchilik hozircha bosh ish bor. Fermerchilik ajoyib. Men o'sha ishda Vacha. 1 minutda 100 tadan ko'p odam ko'rdi. Kuygan vacha.